Abdurashid Abdukarimov 31 yoshda. Xitoy, Janubiy Koreya, Turkiya, Ozarbayjon davlatlarining yetakchi klinikalarida malaka oshirgan. Hozirda akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokor jarrohi. Ko'pchilik buni robot deydi. Men esa inson imkoniyatlarining davomi deyman. Chunki ushbu konsol ortida o'tirganingizda siz va ushbu robot bir organizmdek harakat qilasiz. Hozirda dunyoda shunday texnologiyalar 11 mingta mavjud va shulardan bittasi bugun Toshkentda, markazimizda va ushbu robot yordamida biz eng murakkab amaliyotlarni bajaryapmiz. Tasavvur qiling, soatlab davom etadigan amaliyotlarda jarrohning qo'llari titrashi mumkin, ammo robotda emas. Robot millimetrlar ham rol o'ynaydigan murakkab amaliyotlarda mukammal aniqlik va izchillik bilan ishlash imkoniyatini beradi. Robot yordamida amaliyot bajarishi eng afzalliklari bu juda ham tor bo'lgan, juda ham qiyin yetib borish mumkin bo'lgan joylarda robot juda ham qo'l keladi. Masalan, kichik tozа organlarida, tush sohasida, shu joyda juda ham tor joylarda biz nafaqat laparoskop yordamida qiynalamiz, balki ochiq usulda amaliyot bajarganda ham qo'llarimiz bilan, ko'zlarimiz bilan yetib bora olmaymiz. Bunday holatlarda robot bizga juda ham katta asqotadi. Robotdagi bu 12 ta bo'g'imlari bizga qo'lni xohlagan joyga aylantirishga, 360 gradusga aylantirishga hamda o'zimizni qo'llarimizni doimiy sifatida ko'rishga bizga imkoniyat beradi. Bemorlar mendan so'rashadi, "Men robot operatsiya qiladimi?" deb. Men aytaman, "Yo'q, robot insonning buyruqsiz hech qanday harakatga kelmaydi. Robot faqatgina mohir jarrohlar tomonidan amaliyot bajaradi." Robot xirurgiyasining yana bir afzalliklaridan biri uni masofadan turib boshqarish mumkinligidir. Yaqindagina Xitoyning Uxan shahrida bo'lib o'tgan xalqaro anjuman doirasida O'zbekiston tarixida ilk bor 3 nafar bemorga 5000 kilometr masofadan turib robot xirurgiyasi muvaffaqiyatli bajarildi. Bu yangi O'zbekiston tibbiyoti chegara bilmasligining yana bir isboti. Ular oddiy shifokor emas, ular tibbiyot chegaralarini kengaytirayotgan novatorlar. Bu texnologiya prezidentimizning bizga bergan ishonchi. Bu bilan biz to'xtab qolmaymiz, izlanishda davom etaveramiz. Inson hayoti uchun kurash ortida turgan jasorat, bilim va innovatsiya bilan tanishishni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Tibbiyot novatorlari, kelajakni birga yaratamiz.